Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hammaga xayrli kun. Bugun Xudo xolasa mana 11-iyun 2025-yil. Xudo xolasa yo'nalishimiz Gollandiyadan qand yukladi, konfet qandlarni yuklab Pribaltika tomonga, Estoniyaga, Tallin tarafga qarab ketyapmiz. Estoniya poytaxti Tallinga. Kilometr 2230 kilometr ko'rsatyapti. Hozir yo'lga chiqdim. Xudo xolasa 3 kun, 4 kun yuramiz. Yo'nalishimiz Gollandiyadan hop Germaniyaga o'tamiz. Germaniyadan Polshaga, Polshadan Litvaga, Litvadan Latviyaga, keyin Latviyadan Estoniyaga qarab o'tamiz. Xudo xolasa 4-5 ta davlatdan o'tib boramiz. 2200 kilometr. Birga bo'linglar, Xudo xolasa yaxshi, chiroyli kontentlar, chiroyli joylar, qiziq narsalar bo'lsa qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, amalingizga omad, sog' salomatlik. Kuzatib borgan, qo'llab-quvvatlab turgan akalar, ukalar, do'stlar, qadrdonlarim, hammalaringga omad, sog' bo'linglar, duodamiz inshaalloh, qo'limizdan kelgancha duo qilamiz hammalaringni. Sizlar ham duoda bo'linglar, bizni eslab turinglar namozlarda. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan, sog' bo'linglar.